Qur'onda "Estaiz billah la in shakartum la azidannakum" degan. Ya'ni shukr qilsang, albatta uni ziyoda qilaman. La in kafartum, agar berilgan ne'matlarga kufr qiladigan bo'lsang, bilginki azobim qattiq degan. Endi bizlar ko'rmagan narsaga e'tibor qilmaymiz. Alloh taolo nima deyapti? Shukr qilsang, berilgan ne'matlarga shukr qilsang, uni ziyoda qilaman. Lekin agar berilgan ne'matlarga kufr qiladigan bo'lsang, demak azobim qattiq deyapti. Biz Allohning azobini qattiqligini yo'qda ko'ramiz-da. Bu dunyoda ko'rmaganimiz uchun uncha e'tibor bermaymiz. Nimaga e'tibor bermaymiz? Ibodatga sustroqmiz. Zikrga sustroqmiz. Salovatlarga sustroqmiz. Umuman aytganda ibodat masalasiga sustroqmiz. Alloh taolo shukr masalasida faqat rizq masalasini keltirmayapti bu yerda. Yaxshilab bilib olaylik. To'g'ri, rizq masalasi ham bor bu yerda. Katta rizq berilishligini, mukofot berilishligini bizlarga va'da qilyapti Alloh taolo. Lekin bizlarga boshqa narsa ham bor bu yerda. Shukrdan keyingi Alloh taolaning ziyoda qilishligini biz dunyoda va oxiratda ham ko'ramiz. Oxiratni nima bilan ko'ramiz? Albatta Allohning roziligi va jannat bilan ko'ramiz. Shunday ekan azizlar, albatta biz Alloh taolaga shukr qilishimiz, shu bilan birgalikda buni ko'p eslashligimiz va Alloh berayotgan har xil sinovlarga bizlar sabr qilmoqligimiz lozim. Sabr deganda hammamiz har xil narsani tushunamiz. Sabr deganda kimdir o'lgandan keyingi narsani sabr deb tushunadi. Kimdir o'lib qoldi, qo'lini ushlab sabr so'rash tushunadi. Kimdir kasallikdagi tushunadi. Sabr deganda biz umumiy narsani tushunishimiz kerak. Umumiy. Alloh taolo kimgadir rizqni ko'p berdi, kimgadir kam berdi. Hammasiga shukr qilishlik yoki bo'lmasa har bir narsani o'z joyiga qo'yishlik ham sabr o'zi aslida. Juda ham qattiq karantin bo'lgan kunlarni ko'rdik-a? Hamma internetda o'ldi, hamma qo'rqib qoldi, to'g'rimi? Ana qaysi kanalga kirmang, falonchi o'ldi, tugunchi o'ldi, hamma dod solgan. Voy, men otam bunaqa bo'lib qoldi, doktor qaramayapti. Endi to'g'ri, u payt kimdir pul qildi. Mayli doktor pul qilgandir. Mayli kimdir pul qilgandir. Xudo xolasa uni qiyomatda bilib olamiz. Kim pul qilgan bo'lsa, albatta jig'ildonni tutamiz. Chunki musulmonning mushkulot paytida unga yordam qilmasdan, undan pul qildimi, albatta musulmonning haqqini to'laydi qiyomatda. To'laydi. To'lamasdan hech qayerga ketmaydi. U o'sha payt musulmonlar mushkulotda turgan paytda, u pulga ovora bo'lgan paytda albatta unga nimalardir yozildi. Katta narsalar yozildi. Endi uni xalqimizda jig'ildondan o'tkazishlik uni o'zining ishi. Qanaqa o'tkazadi, qay ahvolda o'tkazadi, uni o'zining ishi. Shuning uchun albatta bizlardan bitta narsa kutiladi. Kimdir kasal bo'lib qolsa, unga hech kim achinmaydi. Xotiningiz bir hafta qarar, yaxshi ko'rib ketib qolsa, bir oy qarar. 31-kunga kelganda ko'tarildi deydi. Eriga aytadi. Bo'ldi, pishdim deydi. Demak, insonning joni o'ziga kerak. Nima bo'lyapti desa, hozirgi paytda ko'rib turibmiz, shunaqangi endi muslima deyishgan biz tilimiz sal achinadi, unaqa ayollarda juda ham bir internetda ko'ryapmizmi yoki bo'lmasa oyna jahonni ko'ryapmizmi? Shundan ham bir xulosa yasasak bo'ladi-da, o'zini jigaridan, o'zini 9 oy qiynalib tug'gan, homila bo'lib qancha azoblarda bir o'lib tug'ilgan farzandini $1,5 sotib beryapti. Onalarga ishlasa emas, hozir bolalar sotib berishlik. Bunda e'tibor beraylik. Onalarga ishlasa bo'lmay qoldi hozir. Bolasini unga chiqarib sotib berishlik. Demak, jon o'zimizniki. Uni avaylab asrash albatta bandani o'zini burchi. Alloh taolo nima deydi? Estaiz billah. Va la tulqu bi aydikum ila tahluka. O'zingni bilib turib, qo'lingni halokatga tashlama dedilar. Men qutqarmayman. Biz bandamiz. Chiqib olib, u bilan ham to'g'ri assalomu alaykum deyishlik bandani
bo'ynidagi sunnati, uni javobini olishlik bandani vojibi. Endi mana shunaqa paytlarda albatta bizlar bir-birimizga e'tibor qilib, musulmon qachon musulmonchiligini bildiradi? Musulmon albatta siz do'stingiz boshingizga haqiqiy bir musibat kelganda, siz haqingizda qayg'urib, siz haqingizda ham dunyo ham oxiratda g'am tashvishda ekanligini bilsa, u siz haqiqiy do'stingiz, u haqiqiy birodaringiz, siz haqiqiy yaqiningiz. Shuning uchun azizlar, bu narsalarda albatta bizlar e'tiborli bo'lishimiz kerak.